Parvardigor o'zingning qalbiga kalomingga javob beruvchi qudratdan hozirlar chiqishligini, olim ulamolardan, hozir xudolardan bo'lishliklarini nasib aylagin. O'zimizdagi barcha xayrli shar'iy orzu, murod, maqsadlarimizga o'zing erishtirgin. Jamoatimizning rivojini talabida bo'layotgan musulmon birodarlarimizda ham bemorlari bor ekan, bemorlar dardlariga shifo kamollar ato qilgin. Bir birodarimizni do'stlari Sherif akamiz insult bo'layotgan ekan, g'oyibona duoda bo'lishimizni iltimos qilib, Parvardigor mana shu Sherif akamizning ham dardlariga o'ziga shifo kamollardan ato qilgin. Parvardigor safarda yurgan yaqinlarimiz bor, safarlarni o'zing bexato qilgin. Umra ziyoratini ado qilayotgan yurtdoshlarimiz bor, ularni ham umra ziyoratlarini qabul va yengil aylagin. Qadr kechalarini o'zingga paytingga topishlik vaqtiga muyassar aylagin. Parvardigor tinchlik, osoyishtalikda ahli xonadonlarga yetib kelishliklarini ham nasib aylagin. Mana shunday xayrli ishlarni boshda bo'lib turgan yurtboshimizni Parvardigor boshlarini omon aylagin. Barcha xayrli ishlariga o'zing rahbar rahmamo bo'lib, o'zing madadkor bo'lgin. Elimiz yurtimizning tinchligini, osoyishtaligini barqaror qilgin. Ofatdan, kulfatdan, yomon ko'zlaringdan o'zing asragin. O'zingdan o'ziga muhtoj qilmagin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyyina Parvardigor asolatlar va Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ruhoniyatlariga yetkazib, qiyomatda shafoatlaridan barchamizni o'zing marhamat aylagin. Bu dunyoda ro'za muboraklarni ziyorat qilishimizni barchamizga axirimiz bilan birgalikda muyassar aylab, avlod ajdodlarimizga ham nasib qilgin. Qiyomatga chog'larda ahli zurriyatlarimizni ham ahli iymon, ahli islomda bo'lishini nasib aylagin. O'tganlarimizni rahmatingga olib, shoyista jannat, qolganlarimizni salomat, xonadonlarimizni obod, barcha xayrli ishlarimizni rahbar rahmamo bo'lgin. Ushbu tinchligimiz, osoyishtaligimiz uchun sani harakatda bo'layotgan boshimiz boshliq barcha muqaddas rahbarlarimizni olib borayotgan hokimiyat siyosatlariga rivojlar ato qilgin. Mana shu tinchlik, osoyishtaligimiz uchun mana bu yerda turgan ichki ishlar xodimlari bo'lsin, mutasaddi tashkilot rahbarlaridan xodimlari bo'lsin, barchalarini Parvardigor kasbkor umurlariga barakalar ato qilgin. O'zingdan o'zga muhtoj qilmagin, safarimizni bundan keng aylangin, islomga quvvatlar ato qilgin. Mana shunday ayollarning ko'pchiligini tansihatlik, mag'rurlik bilan inshaalloh o'tirishimizni nasib aylab, yangi yil mahshari Ramazon oyiga barchamizni tinchlik, osoyishtalikda yetib borishimizni muyassar aylagin. Rahmatika ya arhamar rohimin.